kadrlar siyosati har qanday tashkilotning strategik boshqaruv mexanizmlaridan biridir. Kadrlar bilan ishlashda hujjatlarni to'g'ri yuritish esa qonuniylik va mehnat intizomini ta'minlaydi. Kadrlar hujjatlari bu xodim va ish beruvchi o'rtasidagi huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi rasmiy hujjatlardandir. Ular O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi, mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun hamda boshqa normativ huquqiy hujjatlarga asosan yuritiladi. Tashkilotlarda quyidagi asosiy kadr hujjatlari yuritiladi: mehnat shartnomasi, ishga qabul qilish buyrug'i, shaxsiy ish jildi, mehnat ta'tili va intizomiy jazo bo'yicha buyruqlar. Har bir hujjat huquqiy kuchga ega bo'lib, mehnat faoliyatining asosiy dalilidir. Kadr hujjatlari elektron shaklda yuritish, raqamlashtirish jarayonining muhim bosqichidir. Bu esa tashkiliy samaradorlik, tezkorlik va inson omiliga bog'liq xatolarni kamaytirishga xizmat qiladi. Kadrlar hujjatlari xodimning mehnat huquqlarini himoya qiladi. Nizoli holatlarda huquqiy dalil sifatida xizmat qiladi. Ularning to'g'ri yuritilishi qonuniylik, tartib va mehnat barqarorligining muhim kafolatidir.